Xudo xolasa mana issiqdan pulga ishimizni kechishni boshladik. Reskamiz kesishlar. Ovozlar ham Xudo xolasa ideal holatda. Vashi Teletesh ketgan to'rvalli reskamiz Xudo xolasa. Kesishlar ham chiroyli kesadi. Inshaalloh Xudo xolasa har bir borgan joyimizda uyaltirmasin Allohim. Hammani ishiga rivoj bersin. Bu yoqda mana shu 10 ta dona qolimiz bilan bochkalarimiz, lentalarimiz ulardan tanishtir. O'tamiz yana bir-bir. Reskamiz bilan kesish jarayoni. O'zi avtomatik kesib, o'zi qaytib chiqib ketadi. Bitta knopka bilan boshqalarga reskalarimiz. Xohlaganlarga shu rushni, bu xohlaysa rushni, xohlasa avtomatik ishlatadigan varianti. Bemalol ikkoviga ham ishlatsa bo'ladi. O'zi avtomatik qaytdi. Xudo xolasa mana kesish jarayonimiz tugadi. Reskalarimiz, toshlarimiz kesildi. Taramlar ham o'ta ideal holatda. Tormozga tiralib, tormozi bor da. Tormoz ham nimagaki baqa bunday o'qosa, daqqa shu g'ishlar o'ynab yuboradi. Kesishlarimiz. Xudo xolasa mana birinchi qolipimiz kesilib oldi. Chiroyli holatda. Mana qog'ozda hamma komplektimizda nimalar bo'ldi? Xuddi shunaqangi avtomatik reskamizdan to'rvallik bo'ldi. 10 ta dona mashina qolipimizdan qo'yilgan qolipimizdan. Xudo xolasa reskalarimiz ham bitta knopka bilan boshqariladigan reskalar. Xuddi shunaqangi knopkani bittasini bosib o'zi kesib, o'zi qaytib chiqib ketadi. Xolasa rushnoyga rushni ishlatadi. Komplektimizda xuddi shunaqangi reskamiz, 10 ta dona qolipimiz. Mana bunaqangi relslarimizni betonli yubilgonliklar berishgan, to'qib berdik. O'zimiz mana bunaqangi mishalkalarimizdan Xudo xolasa asosiy yuragi bo'lgan komplektimizda mishalkamiz, bochkamiz 3 tonnalik suvonkisdan bo'ldi. Shablonli bochkalarimiz, nasoslarimiz montajlar bilan birgalikda. Hamda mana bunaqangi rushnoy shabloni ham ketadi arrasi bilan birgalikda. Qulaylikroq bo'lgan simda yegan akamiz xolos o'shaning uchun mana bunaqangi lentalardan qilib berganmiz. Lentani bunkeriga xohlagancha tashlaysiz. Bitta qolipga ketadigan sementini, qumini tashlaydi. Tashlab bo'lgandan keyin lentalarimizni qo'shadi, avtomatik mishalkamizga lentalarimizni olib borib tashlaydi. Tayyor bo'lgan rastvorimizni xuddi o'sha holatda olib kesib ishlab chiqaradi. Kimga shunaqangi xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Polniy avtomat deysizmi, pol avtomat deysizmi? Nimaki, jamiki temir sohasida yasaladigan shlagobloyni, polistrobloyni, gipsoblay apparatlarimi, gazoblay apparatlarimi hozir kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. 93 kodi bilan 750 63 63 telefon raqamlarimiz, 91 kodi bilan 761 64 64 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Xudo xolasa sifatli qilib olib borib ustunlikka berish harakatini qilamiz.